Xotin, cho'kka uy ishlarga senga yordam beraman. Mana shu kapdan changini artaman, sen bu uydan prisosqa. Yo'q, xo'p. Qozon joyiga qo'y, bugun o'z qo'llarim bilan senga osh qilib beraman. Qarang, kuydirmay yana. Tushunmadim, bu nima o'tirish? Nima qilay? Ma, pulni ol, bor, dugonlarimni aylanib kel. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Madam, tezroq chiqing, ovqat tayyor. Voy. Zo'r bo'ladi, zo'r. Ha? Alahsiradim shekilli. Assalomu alaykum, mani hurmatli obunachilarim. Qalaysizlar, bugun mani kelinligim 3-kuni. Ovqat qilyapman hozir, topinglar-chi nima ovqat, zaprosda yozib qoldiringlar. Mana obunachilarim, men pardalarni to'g'irlayapman, g'ijim bo'lib qopti. Qaynonam xursand bo'ladilar. Mana obunachilarim, podokонник kartonman cho'ng bo'lib qopti, qaranglar-ya. Stullarni to'g'irlab chiqyapman obunachilarim. Stullar juda ham ko'p, chunki oilamiz katta. Mana qadrli obunachilarim, mahallamiz oilasida kanal o'tgan o'shda suvolyapman. Obunachilarim, ko'zim qisayotganimga qaramanglar, chunki bugun kun juda ham quyoshli. Hozir men suvni ochaman. Ovqat qo'yib qo'ydim. Kuyib ketdi. Ovqatni kuydirib yuboribman, aziz do'stlar. Hech nima emas, yangi ovqat hozirlarga qilib ko'rsataman. Assalomu alaykum, Oyjon keldilar, Oyjon. Obunachilarim, meni qaynonam ko'chaga yukim bilan haydab bordilar. Lekin xavotirga o'rin yo'q, chunki meni turmush o'rtog'im keldilar. Ha, tinchlikmi? Ana qadrli obunachilarim, ermikalamiz qaynonam haydab bordilar. Endi boshqa najot yo'q. Nima qilamiz? Adajonni kutamiz. Assalomu alaykum, Oyjon. Qaynona? Kiring ichkariga. Kirmayman. Nima sizlarning uyda menga pishirib qo'yibdimi? 4 yil oldin yo'lim tushganda kelgandim. Men kuyov xizmatingizni qilyaptimi? Ko'ylak kuydirdi, u dazmol qilaman deb. Yangisini olib beraman, o'ylamang. Xotin nima? Ko'ylakni, yoqmay qolsin. O'zlari qizlar bilan SMS-lasharlarmi? Nima? Erkakda ko'ngil yo'qmi? Endi ozgina kuyov qo'ymaysiz. Menga qara, telefon qilib erimning oilasida bunaqa, bizda bunaqa edi deb chaqimchilik ham qilma. Kuyov, asablaringizni asrang, o'zingizni xafa qilmang. Men ketdim. Nimaga kelodingiz ham demaysiz, ha? Men bu godogimga anavni qo'yib bering, ayol makridan falak hayrondir. Oson-ku, mana telefoningizni bering. Telegramga kirasiz, poyezdga Kuynobod deb yozasiz. Xohlagan qo'shiqchi ismini yozsangiz, hamma qo'shiqlarni chiqarib beradi. Bundan tashqari Instagram, TikTokda bironta videoni silkasini tashlasangiz, o'sha videosini ham, qo'shig'ini ham, tekstini ham chiqarib beradi. Qizim, oyi! Agar birinchi marta uyingga mehmonga kelganingda Voy, qo'lingdagini bermang. Voy, shart emas, oyi. Ber, senga og'ir ko'tarish mumkin emas. Yur, ovqatlanamiz. Bo'pti. Voy, bolajonim, ovqatdan oling, baquvvat ovqatlangin. Mana men bu kompotdan ichki vitaminlarga boy. Mana men bu chaqchiqlardan yegin. Ozib-tuzib ketganingni qara bola. Rahmat Oyjon, mazza qildim. Voy, qo'y. Men o'zim yig'ishtiraman. O'zim artaman, tozalayman. Sen o'tirib turgin. Ozib ketganingni qara. Voy qizim, qo'lingni sovuq suvga urma, senga mumkin emas. Qaynonang baxtiga, qaynotang baxtiga, qaynagaching, ovsinlaring baxtiga, ering baxtiga, kelajak barkamol avlod baxtiga sog'lom bo'lishing shart. Xonaga kirganda o'tirib tur. Hozir mazza qilib gaplashamiz. Qizim, men bo'ldim. Voy, uxlab qopti-yu. Qizim uxlagani ketdi, meni ko'rgani emas. Onangni bag'rida, onangni uyida uxlab ol. На братом шапане, круто пахнет на